Muloqotda alohida e'tibor qaratilgan jihat jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan yoshlarning jamiyatga tez moslashishini ta'minlash bo'ldi. Bunda ikkinchi imkon loyihasi yo'lga qo'yilib, mahkumlarni 8-12 oylik intensiv kurslarda dasturlash, veb dizayn, kompyuter muhandisligi, boshqa kasblar va xorijiy tillarga o'qitish orqali daromadli ishga ega bo'lishiga shart-sharoit yaratilishi belgilandi. Toshkent viloyatida mazkur yo'nalishda ishlar boshlab yuborildi. Angren shahrida ham rahbarlar va yoshlar o'rtasida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Muloqot Toshkent viloyati prokurori rahbarligida o'tkazilib, unda Angren shahar hokimi, harbiy qism xodimlari, probatsiya xizmati vakillari hamda tegishli mas'ullar ishtirok etdi. Tadbir davomida ularni jamiyatga moslashtirish, bandligini ta'minlash, ma'naviy qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Muhtaram prezidentimiz topshiriqlariga asosan tashkil etib kelinayotgan Jasorat maktabi harbiy vatanparvarlik yig'inining Toshkent viloyatida birinchi mavsumiga start berildi. Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan 42-219-sonli harbiy qismda 100 nafar yoshlar ishtirokida Jasorat maktabi boshlandi. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz 24-fevral kuni yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotlarda har payshanba rahbarlar va yoshlar uchrashuv kuni, ya'ni yoshlar kuni deb belgilab berdilar. Viloyat prokuraturasi, Yoshlar ishlari agentligi, Ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda Jasorat maktabining tinglovchilari bilan uchrashuv tashkil etildi va yoshlar tomonidan ko'tarilgan muammo va takliflar eshitildi. Shuningdek, barcha qatnashchilar bilan alohida Telegram guruhi ochilishi va yoshlar bilan muloqot doimiy ravishda davom ettirilishi ma'lum qilindi. Yoshlar tomonidan bildirilgan taklif va muammolar tinglanib, mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi hamda ularning ijrosi nazoratga olinishi ta'kidlandi. Bundan tashqari yoshlar o'rtasida kitob o'qish, sport tanlovini tashkil etish tashabbusi ilgari surildi. Bu orqali yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsad qilingan.